ipotechnik kredit oladigan ham, kreditlar oladigan odamlarimiz ham foizini hisobga olishadi-da, lekin to'lashning qoidasiga, san'atiga e'tibor berishmaydi. Siz birinchi yilda 25 million so'm pul to'lashingiz kerak bo'lsa, siz mana 25 million so'm pulni plyus va ikkinchi yilda to'laydigan asosiy qarzning tanasini hisobga olishingiz kerak bo'ladi. 43 million 423 ming 651 so'm pul bo'ldi. 43 million pulni to'lasangiz, sizda 25 million so'm pulingiz mana birinchi yilning pulini to'lashga ketadi. 18 million 423 ming 651 so'm mana ikkinchi to'lovingizni pulini ketadigan bo'lsa agar, bank sizdan mana bu foizni ola olmaydi. Doimiy ravishda to'layotgan paytingizda grafikka qaraysiz. Mana bu yerda to'lovingiz turibdi, prosentingiz turibdi, birinchi yilda to'laydigan pulingiz turibdimi? Ikkinchi oyni, uchinchi oyning asosiy qarzning tanasini to'lasangiz, bank mana foizlarni ola olmaydi. O'shanda siz foizda ekonom qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz nima qilamiz? Tavakkal olamiz, 30 million deymiz, 25 million o'rniga 30 million jo'natib beramiz, bank olaveradi. Chunki mana asosiy qarz yo'qmadingiz-ku. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari.